Assalomu alaykum. Bugungi navbat kuxnyamizga keldik. Kuxnyani divanni yuvmoqchi edim. O'shanga bitta rastvor tayyorlamoqchiman, o'shani sizga ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizlar qaynagan suv olamiz. 1 litr qaynagan suvni olamiz. Yana ozroq solsam bo'ladi. Bilasizlar, o'zbekchilikda ko'proq qilamiz hamma narsani. Tak, endi buni sodani solamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 qoshiq solamiz. Endi mana любой gelni olaman. Mana men uyimda bor gel, o'sha gelni olaman-da 2 qoshiq shu geldan solaman. Tak, shu solamiz. 2 qoshiq. Bu endi jirlarni olish uchun 2 qoshiq solamanda, o'sha aralashtirib tashlayman hozir. Hozir reaksiyaga kirishadi. Uksus ham solamiz. Uksus juda kerakli ingredient. 9% uksus ham bo'ladi. Menda hozir 9% uksus yo'q. 70% uksus solaman. Bo'ladi. 1 qoshiq. Shunaqa solamiz. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Ana shunaqa penkali bo'ldi. Shu penkali bilan divanni hozir yuvaman. Hozir men sizga ko'rsataman. Bu rastvorimiz щелочь bilan kislota ikkalasi qo'shilib shunaqa ingredient bo'ldi. Endi buni oddiy qo'llaringiz bilan qilish kerak emas. Обязательно перчатка kiyish kerak. Endi divanni yuvishdan oldin buni biz birinchi navbatda pilisoslab chiqamiz. Pilisoslab chiqqanimizdan keyin buni ana shu penkasi bilan iloji bo'lsa penkasini ustiga qilib yuvib chiqamiz. Именно o'sha penkasi juda foydali tozalayotganda. O'sha penka bilan tozalab hamma joyni artib chiqqanimizdan keyin sal turgandan keyin uni biz oddiy suv bilan yana qaytadan artib chiqishimiz kerak. Nega deganda boyagi rastvor baribir ichiga gellar solingan, sodasi bor. Yana bir marta oddiy suv bilan ham tozalab chiqamiz. Mana divanimizni ham yuvib bo'ldik. Pufiklar ham yuvildi. Endi buni qurishini kutamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek pena hali ham bor. Endi penani tagini ko'rsak, mana shuncha kir suv chiqdi mana divanimizdan. Mana qanchalik toza bo'ldi. Ko'rib amin bo'lingizlar. Agarda sizlarga ham bu metod, tozalash metodi yoqqan bo'lsa, meni поддержка qilib, like va kommentariy, подписка qilasizlar.